hozirgi zamonda juda ham ko'p nutritsiologman deyishadi, lekin bazaviy nutritsiologiya to'g'risida bilimlari yo'q. Hozir juda ham onlayn maktablar ochilib ketgan. Shu bemor ortiqcha vazn yig'ib oldimi, uni 1-2 oyda vazn tashlashi juda noto'g'ri. Buni asta sekin qilish kerak. Sekin yog'larni yig'ib oldimi, o'sha sekin hatto yarim yil davomida asta sekin tashlash kerak. Oldingi ham xuddi shunaqa slice deymiz. Mana shu cho'richka juda ham menga katta yordam beradi. Mana shu oddiy qilib aytganda, bizning blogerlarimiz menimcha noto'g'ri ovqatlanish tarzini ko'proq targ'ib qilishadi. Mat bo'lmagan, oddiy, lekin mana bu maslakhi bilmadim. Qizlar bolalar uylarda bormi bu maslakhi nima o'zi birinchi marta eshitishim. Mana hozir bizda ro'za payti. Ko'pchilik qiynalyapti, og'ir ovqatlarni yeb, keyin miya ham ishlamayapti. Biz juda ham ko'p uglevodlar yeymiz. Ro'za paytida to'g'ri ovqatlanish, semirish va ozish muammolari. Bu haqida bizning giroyinyamiz Nafisa Shuhratovna Shomuhamedova aytib beradilar. Nafisa Shuhratovna shu Sanpi universitetida dars beradilar, konsultatsiya ko'rsatadilar va o'zlarining food blogini olib boradilar. Nafisaxon bizni kutyaptilar. Keling birga ko'rishamiz. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Yaxshimisiz, tuzimisiz? Mana komanda bilan birga biz keldik. Nafisa Shuhratovna, o'zingizni tanishtirsangiz, qaysi kafedrada ishlaysiz? Avvalambor assalomu alaykum hammaga. Men institut TashPMIda ichki kasalliklar va nefrologiya va gemodializ kafedrasining assistentiman. Hozirgi payt terapevt va yangi направление bu immunodietologiya bo'yicha ishlab kelyapman. Juda ham yaxshi, chunki bugungi mavzu kakras shu dietologiya va ovqatlanish bo'ladi. Bo'ldi. Nafisaxon, men sizni ko'proq blogingizdan bilaman, ya'ni NFZ Food. Biz ekranda yozib qo'yamiz. Albatta podpiska qilmaganlar uchun podpiska qilib olinglar. Juda ham chiroyli blog. Ham ovqat tayyorlash, ham dasturxonga tortish bo'yicha, ну вообще такую эстетику я nigде не видела, faqat sizni blogingizda bor. Rahmat. Endi savolim, siz o'zingizni ko'proq bloger deb his qilasizmi yoki mana vrachlik ham qilasiz, bu yerda dars ham berasiz? Endi bu savolga to'g'risini aytsam, oldingi bir 4-5 yil oldingi Nafis, конечно, men uchun vrachlik bu birinchi bo'lib nomer 1 meni yo'nalishim degan bo'lardim, lekin hozirgi zamonga kelib ijtimoiy tarmoqlar определенный bir professiya bilan chambarchas bog'liqligi uchun menimcha ham vrachlik, ham blogerlik bir-biri bilan bir qanaqadir bir uyg'unlikda yaxshi qanaqadir rezultatlar beryapti. O'shanga ham vrachlik, ham blogerlik men uchun hozirgi zamonda juda ham muhim. Chunki ham vrach bo'lib, ham bloger bo'lib, nima desam ekan, jamiyat uchun qanaqadir bir foyda keltirayotganim men uchun ko'ryapman. O'zim shu narsani ko'ryapman, his etyapman. Menga ham vrachlik, ham blogerlik men uchun hozir bitta qanaqadir bir pog'onada ketyapti menimcha. Vrachlik qanaqadir bog'liqligi bormi shu blogerlik sifatida ovqatlanish haqida? Albatta. Siz o'zi professiyangiz qanday haqida aytib bersangiz? Uzr gapingizni bo'ldim. Meni professiya mana terapiya. Terapiya degani bu qaysidir bir kasallikni davolash. Lekin hozirgi zamonaviy yo'nalishim mana shu immunodietologiya bilan shug'ullanishni boshlaganimda bemorni davolashdan tashqari shu kasallikni oldini olish bilan shug'ullanyapman. Kasallikni oldini olish bu bizani ovqatlanishimiz bilan juda ham bog'liq narsa. Biz nima yeyotgan bo'lsak, nima og'zimizga solayotgan bo'lsak, ana o'sha narsani biz ko'rsatamiz. Мы то, что мы едим, deganda. Shu rus tilida aytganda мы то, что мы едим. То есть вы как врач подтверждаете, siz doktor sifatida shuni tasdiqlaysiz. Tasdiqlayman. Bizani turishimiz, bizani nima desam ekan, строительный material deymiz.
mana shu строительный material bizani organizmimiz uchun bu bizani yeyotgan ovqatimiz. Shuning uchun qanday siz ko'rinasiz, qanday bir qomatga ega bo'lishingiz shu ovqatlanishingiz bilan 100% bog'liq narsa. Men mana shu narsani hozirgi zamonda blogim orqali bizning jamiyatimizga yetkazishga harakat qilyapman. Juda ham qiziq. Sizni patsientlaringiz qanday kasalliklar bilan kelishadi? Shu oziqlanish bilan bog'liqmi yoki shart emasmi? Hozirgi paytda bemorlarimning asosiy qismi 90% shu ovqatlanish tarzini o'zgartirmoqchi bo'lgan bemorlar kelishyapti. Chunki ular ham hozir mana ijtimoiy tarmoqlarda butun dietologlar, nutritsiologlar hamma aytishyaptiki, biz noto'g'ri ovqatlanyapmiz. Biz o'zgartirishimiz kerak, umuman turmush tarzimizni o'zgartirishimiz kerak degan narsalarni eshitib, shu insonlar nimadan boshlashni bilishmaydi. Nima qilishimiz kerak birinchi bo'lib, чтобы mana shu ovqatlanishimizni to'g'irlashimiz uchun qanaqa mahsulotlar yeyishimiz kerak degan maqsadda ko'proq shu bemorlar mana shu narsaga e'tibor berib murojaat qilib kelishyapti. Nafisaxon, men ko'p food blogerlarni qarab yuraman. Instagram, YouTube'larda ham shortslar ham chiqib turadi. Ba'zilarini ko'rsam, shunaqa og'ir ovqatlarning retseptini berishadi. Men shuni ko'rib o'ylayman, bechora odam shu ovqatni yeb, keyin yarim kecha uxlamasa kerak deyman. Siz ham ko'rib turasizmi shunaqa blogerlarni va bizani tomoshabinlarga balki qanaqadir полезный sovetlar bersangiz, maslahatlar bersangiz, shu retseptlarni nima dublitsировать retseptlarni qilishdan oldin qanaqadir o'ylab ko'rishgan. Men sizni tushundim. Oldin shu endi blogimni yuritishni boshlayotgan paytimda futbolgerlarni ko'rardim. Bizani o'zbek futbolgerlarimizni ko'rardim. Hozir to'g'risini aytsam, kamdan kam ko'raman, chunki ko'ryapmanki, rostdan ham juda ham noto'g'ri retseptlarni berishadi ommaga. Bizani umuman O'zbekistonda o'rganib qolishgan. Bizda o'sha eski zamondan kelgan ovqatlanish tarzi juda ham noto'g'ri. Hozir agar meni retseptlarimni gapiradigan bo'lsak, men sizlarga juda ham ko'p har xil retseptlar berishim mumkin. Hayron qoladigan darajada, chunki nima uchun hayron qolamiz? Oddiylik bilan. Har bitta retsept juda ham oddiy va juda ham tez pishadigan, tez tayyor bo'ladigan va ozuqaviy tarafidan juda ham bir полезный, foydali mahsulotlardan tayyorlanishi bilan ajralib turadigan retseptlar hozir ko'rsatyapman. Oddiy qilib aytganda, bizning futbolgerlarimizni menimcha noto'g'ri ovqatlanish tarzini ko'proq targ'ib qilishadi. Nima uchun? Chunki bizda oddiy xalqda to'yish hissi va ovqatdan bir qanaqadir bir удовольствие olish, maza qilib yeyish birinchi o'chirda turadi. O'shanga bizning O'zbekistondagi futbolgerlar oddiy qilib aytganda uglevodlar bilan uglevodlarni pishirishadi. Shirinliklar bilan shirinliklarni, mana bunaqa balansi yo'q. Oqsil, uglevodlar, kletchatka va to'g'ri yog'lar normativi bo'lmagan ovqatlarni ko'rsatib berishadi. O'shanga menimcha men ko'rsatayotgan yo'nalish hozir sekin-sekin aktuallashyapti va men juda ham xursandman. Shu ayollar mana shu narsani o'rganib, o'zini farzandlariga, o'zini oilasiga to'g'ri ovqatlanish tarzini, erkaklar ham shu narsaga kirishyapti sekin-sekin. Juda ham ko'p patsientlarim erkaklar tushunishyapti, shu yeyotgan ovqatligisi ularga qanaqadir bir zarar keltiryapti. O'shanga yonimga kelib, konsultatsiyamni olib, konsultatsiyadan keyin уже sekin mana shu narsaga amal qilishga harakat qilishyapti. Nafisaxon, mana aytyapsiz, to'g'ri balanslashtirilgan ovqat pishirish siz blogingizda o'rgatasiz va patsientlarga aytib berasiz. Mana hozir bizda ro'za payti. Ko'pchilik qiynalyapti, og'ir ovqatlarni yeb, keyin miya ham ishlamayapti. Bizani zritellar uchun qanaqadir master klass ko'rsatish iloji bormi sizda? Vaqtingiz bo'lsa, iloji bo'lsa. Albatta. Hozir agar meni oshxonamga o'tib ketadigan bo'lsa, men sizlarga juda ham bir chiroyli, oson, tez tayyor bo'ladigan va sbalansirovaniy iftorga to'g'ri keladigan bir ovqat qilamiz sizlar bilan. Anas, faqat bizani bir kun podkast uchun eksklyuziv master klass NFZ Food Nafisaxon Shuhratovnadan
Nafisa, hozir boramizmi? Hozir boramiz. Bo'lmasa borishdan oldin, ketishdan oldin shu chiroyli muzey, nima muzey tushuntirib bersangiz ozgina. Bu muzey mana shu Tashpmi institutimiz ichida joylashgan muzey. Kichkinagina bo'lsa ham, lekin juda ham bir informatsiyaga boy muzey. Bu yerda nechinchi yilda asos ko'rgan Tashpmi, qanaqa domlalarimiz bor, nechta rektorimiz bo'lgan. Juda ham shu mashhur insonlar, mashhur vrachlar, mashhur olimlar to'g'risidagi informatsiya bu muzeyda. To есть bu yerga bizning studentlarimiz yo'l ochuv, shundoq kirishadi. Ularga bir motivatsiya beradigan bir shunaqa insonlarni yig'indisi bu yerda yig'ilgan. Ularni istoriyasi, ular nimalarga erishgani, mana shu vrachlikda, olimlikda erishgan natijalari hammasi shu yerda yozilgan va chizilgan. O'shanga bu motivatsiya oluvchi xona deb o'ylayman bizning studentlarga. Men vechniy ayollarni advokati kirishim bilan men bu pannoni ko'rdim. Ayollar bilan ekspozitsiya, bular kimlar, shuni birga o'tsak, tushuntirib bersangiz. Bu muzey ekspozitsiyalarida juda ham ko'p hurmatga sazovor bo'lgan vrach ayollarimizni keltirib o'tilgan, lekin ulardan bitta bir katta, men juda ham qattiq hurmat qiladigan ayol to'g'risida gapirib o'tmoqchi edim. Afsuski ular olamdan o'tganlar yaqin atrofda, lekin ular to'g'risida gapirib o'tishim kerak. Usmonova Gulrano Mullabayevna, ular yillar davomida, juda ham ko'p yillar davomida eng yetakchi pediatr bo'lib faoliyat yuritganlar. Menimcha bizning ayol vrachlar uchun, bu yerda dars beradigan hamma studentlar uchun juda ham bir katta o'rnak bo'la oladigan ayol bo'lganlar. Men ularni juda ham hurmat qilaman. 20 yil oldin o'zim farzandli bo'lganimda, menda Fatima Zuhram birinchi farzandlarim kelib, esimda shu bolalarimga professional darajada qarab berganlar. O'shanda menda endi institutda o'qiyotgan paytim edi. O'shanda shu vrachlik professional nima desam ekan, jihatlarini ko'rib, o'rnak menga juda ham katta o'rnak bo'lganlar. Ulardan o'rganaman, shulardagi ayol bo'laman, shulardagi professional ish yuritaman deb men juda katta motivatsiya olganman shu ayoldan. O'shanga men bu ayolni juda ham yaxshi ko'rardim, juda ham hozirgi zamonga juda ham hurmat qilaman. Nafisaxon, bular nima tayyorlaymiz siz bilan? Bugun hali aytib o'tganimizdek, iftorlik paytiga ham ozuqaviy tarafidan to'g'ri keladigan, ham mana shu mikroelementlari balans tarafidan to'g'ri keladigan, hamyonbop va mazasi tarafidan juda ham bir noodatiy desa ham bo'ladi. Shunaqa bir chiroyli ovqat tayyorlaymiz iftorlikka. İftorlik paytida ko'pincha oddiylikdan charchagan bo'ladi. Uy bekalari iltimos qilishadi, Nafisa opa bir narsa, chiroyli narsa ko'rsating, lekin hamyonbop bo'lsin, bozorda topa oladigan mahsulotlardan bo'lsin va uchinchisi shu ozuqaviy moddadan shu zbalansirованный bo'lsin deb iltimos qilishadi. O'shanda menda bunaqa retseptlarim juda ham ko'p. O'shanga bittasini hozir, yana to'rtinchisi bor. To'rtinchi moment bu tez tayyor bo'ladi. Juda ham tez. Misol uchun men ishdan kelib ko'p vaqt ketkazgim kelmaydi ovqat qilishga, lekin qilishim kerak. Uyda erkaklarim bor, o'g'lim, iftorlik tayyorlashim kerak. O'shanda tezgina bo'ladigan bir maksimum bir 40 minut ichida tayyor bo'ladigan ovqat tayyorlaymiz sizlar bilan hozir. Nafisaxon, o'zi ro'za paytida ovqatlanishda eng ko'p qanday xatolar qilinadi? Juda ham ko'p xatolar qilinadi. Hozir agar bu temani ko'taradigan bo'lsa, juda ham chuqurlashib ketishimiz mumkin. Eng asosiyisini aytib o'taman, biz juda ham ko'p uglevodlar yeymiz. Juda ham ko'p. Bizda uglevod bu non, to'g'rimi? Non, shu xamirli oq undan yaralgan bir qanaqadir mahsulotlar. Nondan tashqari desertlar, mana stolimizda juda ham ko'p desertlar bo'ladi. Non mahsulotlari, patir va hokazo. Nonni o'zidan bir 4 xil, 5 xil bo'ladi. Keyin undan tashqari stolimizda juda ham ko'p shirinliklar bo'ladi. Konfetlar, soklar va hokazo. Даже mana shu salatlarga qilinadigan souslarimiz ichida ham juda ham ko'p uglevodlar, shakar moddasi bor. Mana shunda siz bilan biz aytib o'tirishimiz kerakki, uglevodlarni maksimal darajada yengil uglevodlarni kamaytirishimiz kerak. Mana shu ro'za paytimizda, ro'za tutayotgan paytimizda qiyin, og'ir uglevodlarimiz bor. Bu krupali. Nima deydi? O'zbekchalar shu mana shu grechka, chechevitsa,
boshqa bir bulgur, ris, mana shunaqa narsalar, mana shu No'xat ham kiradi. no'xat, xullas ko'proq murakkab uglevodlar yeyishimiz kerak. Nima uchun? Murakkab uglevod o'sha grechka, o'sha guruch, bulgur, juda ham ko'p mahsulotlarimiz bor. Nima uchun? Chunki ular juda ham sekin, asta-sekin hazm bo'ladi, kun davomida bizga ko'p energiya beradi. Agar biz yengil hazm bo'ladigan uglevodlar yeydigan bo'lsak, makaron, non, shakarli bir mahsulotlar, agar mana fruktlar, mevalar yoki qanaqadir kola, soklar yeyadigan bo'lsak, u juda ham tez hazm bo'lib ketadigan energiya, kun davomida bizga nabarot tezroq qornimiz ochlik hissini beradi bizga. O'shanga biz ko'proq sложный uglevodlar, qiyin hazm bo'ladigan uglevodlar kiritishimiz kerak. Mana shu juda ham katta xato, chunki bizda ro'zada faqatgina stolimizda yengil uglevodlar ko'p bo'ladi. Misol keltiradigan bo'lsak, yengil uglevodlar даже mana mevalarimizda ham yengil uglevodlar bilan boyitilgan. Misol uchun bitta stakan sok, apelsinovый sok ichida bir 25 gram shakar bor. То есть bu 25 gram shakar degani bizga sutочный, bizani normamizni qondiradigan shakar. Biz ham bir stakan sok ichamiz, ham yana katta bir pirojki yeb olamiz. Yana qanaqadir nonli mahsulotlar yeymiz. Orada tam yog'larga botirib, yog'li bo'lgan ovqatlarga yana non yeymiz, yana desert yeymiz. Bular hammasi yengil uglevod bilan to'lib ketayotgan bizani organizmimiz. Bizani poджелудочная железа, oshqozon, bizani oshqozon osti bezimiz, shu insulin moddasini ishlab chiqaradigan organimiz juda ham qattiq zararlanadi. Chunki bu zo'riqish bilan ishlaydi, ko'proq insulin chiqarib beradi, chunki shu shakar moddasini kletkaga kirgizib berish uchun kerak bo'lgan bu modda. Lekin biz yana yeyaveramiz shakar, yana yeyaveramiz. То есть insulin rezistentnost mana shu bilan kelib chiqadi. Hozirgi bizani zamonimizda katta bir muammosi bu. Shu narsalar bo'lmasligi uchun biz sizlar bilan to'g'ri ovqatlanishimiz kerak. То есть bizda ham oqsil, ham qiyin hazm bo'ladigan uglevodlar, foydali yog'lar, kletchatkadan iborat bo'lgan ovqatlarni yeyishimiz kerak. Ro'za paytida bu juda ham muhim. Shunaqa qilib, hozir iftorlik uchun nima ovqat tayyorlaymiz? Hozir iftorlik uchun biz juda ham chiroyli, sbalansirованный bir balanslashtirilgan dedim o'zbekchalab ovqat tayyorlaymiz. Hali aytib o'tganimdek, bizda bu hamyonbop, hamma olishga qurbi yetadigan mahsulotlardan bo'lishi kerak. С другой стороны, питательность bo'yicha, shu ozuqaviy tarafi bo'yicha hammaga to'g'ri kelishi kerak. Endi bu birinchisi bu tovuq. Eng zo'r oqsilga boy mahsulot bu tovuq. Tovuqni tanladik, eng yog'siz joydan tanladik. O'sha rus tilida aytganda grutka deymiz. Keyin undan tashqari biz sabzavotlarni ishlatamiz. Bu yerda bolgarskiy pereslar, men bu yerda svetofor tanladim, chunki men juda ham yaxshi ko'raman. Ovqat bir faqatgina ozuqaviy tarafdan emas, chiroyli bo'lishini ham yaxshi ko'raman. O'shanda odam ishtahasi ochilib, maza qilib yeydi. O'shanga men imенно svetofor 3 ta rangdagi bolgarskiy pereslarni tanladim. Lekin sizlar qaysi birdir bitta rangini tanlasanglar ham bo'ladi, farqi yo'q. Undan tashqari biz hozir bu yerda salat qilamiz. Salatimizni chetroqga olib turamiz. Kletchatkaga boy juda ham mazali salat qilamiz. Ovqatimiz uchun mana men bu yerda bitta lapshani tanlaganman, soba deb ataladi. Bu grechnevoy lapsha. Biz o'rgangan odatiy bir makaronlardan buni sostavi ozgina ajralib turadi, chunki ko'proq bu yerda grechkani maydalab undan qilingan lapsha. Demak, bug'doy uni emas, bug'doy unisi ham bor. Bug'doy unisi juda ham kam miqdorda solingan, lekin ko'proq grechka solingan. Bu hozirgi paytda bozorlarda agar borsangiz hamma joyda bu narsani sotishyapti. Narxi ham juda ham приемлемый desa ham bo'ladi, lekin ozuqaviy tarafdan, конечно, oddiy makaron yeganimizdan ko'ra grechka yesak juda ham foydaliroq bo'ladi. Xullas, hozir lapshani pishiramiz. Tovuq pishiramiz va mana shu sabzavotlardan bitta chiroyli qilib issiq ovqat qilamiz. Undan tashqari aytib o'tsangiz, bizning zritellarimiz uchun nima sabzavotlar bular? Bu sabzavotlar yanada nima desam ekan, to'g'risini aytsam, uyimda bor sabzavotlarni ishlatamiz bugun. Mana shu jo'xori juda ham men bu pachkada hozir mashhur bo'lgan, xolodilnikimda doim bor, chunki o'g'lim yaxshi ko'radi. Bodrin, keyin mana qizil kapusta, pekinskaya kapusta, ko'plar pekinskiy kapustani
koreyscha ovqatlar bilan iste'mol qilishga o'rganishgan, lekin men juda ham yaxshi ko'raman. Buni ham qachon ishlatmaganman. oziqaviy Ko'ramiz. tarafdan juda ham yaxshi. Mazasi ham shunaqa sochniy bo'ladi. Shu salatimizga svejest beradigan bir produkt, keyin pomidor bo'ladi, и shpinat bo'ladi. Tak, bodrini salatga qo'yamizmi yo ovqat uchunmi? Yo'q, bu mana shu ikkita idishda turganimiz bu salat uchun. Mana bu ikkitasi ovqat uchun. Tak, bular nima? Bular kraxmal ishlatamiz ovqatga hozir. Mana bu ikkita xil yog', bu kunjut yog'i va olivkoviy yog'ni biz salatga ishlatamiz. Bu yerda mana toplённое масло гхи degan yog'imiz bor. Bunda ovqat qilaman hozir. Toplённое масло гхи yog'i deymiz, juda ham foydali yog' va quritilgan chesnok. Men juda ham yaxshi ko'raman. Quritilgan chesnok parashok qilib sotishadi. Ziravor sotadigan joylarda sotiladi bu suxoy chesnok. Oddiy chesnok yaxshi emasmi? Oddiy chesnok ham yaxshi. Hozir yil bo'yi bor-ku. Da, uni agar o'ylaydigan bo'lsak, oddiy chesnok ishlatganimizda ovqatlarimiz tez buzilish ehtimoli bor. Quritilgan variant chesnok bu nima desam ekan, shu ovqatni uzoq davomida, misol uchun 1-2 kun turib berishi mumkin xolodilnikingizda, buzilmasdan turishi mumkin. Foydali jihatlari ham shu именно quritilgan chesnokka ko'proq, chunki bitta juda zo'r nima bor. Naучный taraf nima deydi? Ilmiy jihatdan. Ilmiy jihatdan qarab chiqsak, chesnokni ham ishlatishni bilish kerak. To есть qachonki chesnok o'zini foydali taraflarini ko'rsatadi. Qachonki biz chesnokni ezib, qattiq, полностью maydalab tashab, keyin где-то bir 10 daqiqa ichida turish kerak shu chesnok. Havo bilan fermentli ichidan chiqqan mana mikroelementlar bor, bitta-ikkita xil. Ana o'shalar bir-biri bilan uyg'unlashib, aktivlashib, kislorod bilan aktivlashib, aktiv formaga kiradi. Chesnok antibakterial xususiyatlari o'shandagina aktivlashadi. Ko'plar bilishmaydi bu narsani. Shuning uchun mana shu quritilgan chesnokni men yaxshi ko'raman, chunki u izначально maydalanadi, keyin turadi, определенный joyda quritiladi, и mana shu aktiv xususiyatlari saqlanadi. O'shanga mana shu chesnokni men juda ham yaxshi ko'raman. Nafisaxon, mana barcha food blogerlar doim qanaqadir hech kim uyda yo'q produktlardan, mahsulotlardan ovqat qilishadi. Qaytaraman, xuddi shunaqa qilaman desam ham baribir nimadir uyda yo'q. Mana siz ham hozir oddiy produktlarni deysiz, qimmat bo'lmagan, oddiy. Lekin mana bu maslo gxi, bilmadim. Qizlar, bolalar, uylarda bormi bu maslo gxi? Nima o'zi? Birinchi marta eshitishim. Endi bu maslo gxini to'g'risida aytadigan bo'lsak, bu ota bobolarimizdan qolib ketgan yog' desa ham bo'ladi. Nima uchun tushuntirib beraman? Bu oddiy bizning tilda aytganda toplённый yog', to есть eritilgan yog', eritilgan saryog'. Saryog'i ko'p miqdorda olinadi. Past olovda sekin-sekin eritiladi. Bu yog'ni asosiy bir xususiyati shundaki, mana shu saryog' eritilganda tagidagi kazein degan moddasi cho'kib pastga tushadi. Tepada определенный bu foydali yog' qoladi. U yog'i nimasi yaxshi? Высокая точка дымления deymiz rus tilida, o'zbekchaga xos tarjima qila olmayman. Mana shu именно mana shu joyi mana shu xususiyatga ega. To есть qovurayotgan paytimizda kanserogenlar ishlab chiqarilishi ehtimoli juda ham past. Вот. То есть biz ishlatayotgan paytimizda shu narsaga e'tibor berib yog' sotib olishimiz kerak. Mana shu высок точка дымления qancha baland bo'lsa, shuncha bizda kanserogenlar, qanaqadir toksinlar organizmimizga so'rilish ehtimoli kam bo'ladi. Demak, buni uy nimasida, uy sharoitida bemalol qilishga bo'ladi. Xo'sh, nimadan boshlaymiz? Birinchi bo'lib issiq ovqatimizni qovurishdan boshlaymiz. Orada bu pishgungacha tezgina salat qilib olamiz. Nafisaxon, Texnikum Awards. Bu nima? Versiyasi o'zingiz bizlarning zritellarimizga. Bu to'g'risini aytsam, men uchun kutilmagan narsa bo'lgan, chunki tanish bilishmasmi u yerda? Yo'q, tanish bilishchilik umuman men hayotimda Xudoga behisob shukr yo'q. Hamma narsani o'zimizning mehnatimiz bilan harakat qilamiz qilishga. Bu kutilmagan narsa, chunki 1 yillik atigi bloger edim o'sha paytda. Mana shunaqa meni taqdirlashgan, chunki mana shu как раз karantinda o'tirgan paytimizda
20-21 yilda juda ham aktiv faol olib borganman Instagramni. Juda ham ko'p ayollar retseptlarimni ishlatib, juda ko'p podpiskalar bo'lgan. Shu paytda tanilganman desam ham bo'ladi bloger sifatida. Shu mashina menga taqdim etishgan. Bu takoy meni yutug'im kichkinagina desa ham bo'ladi. Blogerlik hayotida. Blogerlikni mana Техникум Blogger Awards, первая ежегодная премия для блогеров Узбекистана, победителем номинации «Лучший фуд-блогер». Ya'ni rus tilida olib boradigan eng zo'r food-bloger. Kichkinagina. To'g'risini aytsam, menda hech qachon bo'lmagan bir sotsiyetlarni yurg'izaman, bloger bo'laman, influencer bo'laman degan niyat hech qachon menda bo'lmagan. Lekin meni farzandlarim, meni Fotima Zuhra katta qizlarim o'sha paytda aytishgan, "Mana oyijon yaxshi ko'rasiz, rasmga olishni mashq qilayotgan ovqatlarimni doim rasmga olishga harakat qilardim, chunki esimda qolardim. Qaysi mahsulot ishlatib qildim shu retseptni degan maqsadda rasmga olardim. Keyin Fotima Zuhram aytishdiki, "Mana shu xos sotsiyetlar juda ham rivojlangan. Keling biz sizga blog ochib beramiz, o'sha yerga hamma retseptlaringizni joylaysiz." degan maqsadda keyinchalik biz ishlatamiz shu retseptlaringizni degan maqsadda ochilgan blog. Как раз o'sha payt shu mana shu karantin paytiga to'g'ri kelib qoldi. Karantin paytida hamma yoq yopildi, hamma uyda o'tirishni boshladi. Как раз men o'sha paytda Sampida dars berardim-ku. Bitta studentlarimga aytganman, mana shunaqa blog ochganman. Retseptlar kerak bo'lsa foydalaninglar deb. Sampini qizlari podpiska qilishni boshlashdi. Mana shu 20-yilda bir 3-4 oy ichida 10 mingta podpisчик podpisatsiya qildi. O'zi hech qanaqadir yurg'izishlar bo'lmagan u paytida o'zini xohishi bilan ko'rib podpiska qilishdi. Keyin menda ham motivatsiya uyg'ondi. Qarasam juda ko'p yaxshi odzivlar eshityapman. Juda ko'p savob qilyapsiz degan xatlar kelishni boshladi. Meni shu juda ham ilhomlantirdi. Значит, bu ayol kishiga juda ham muhim narsa ekan deb sekin-sekin shuni keyin yurg'izishni boshladim. Keyinchalik bu mana hozir professionalniy sferamda ham kerak bo'lib, hozir o'sha blogga полностью to'g'ri ovqatlanish bilan svязать qilib, bog'lab, shunaqa qilib olib boraman. O'zimizda qayerdadir o'rganish mumkinmi? Shu dietologiya, nutritsiologiya, bilmadim, siz Men Tashmini bitirganman, lekin bormidi bunaqa kurs? Men Tashmini bitirgan paytimda bunaqa kurslar yo'q edi. Hozirgi paytda men bilgan faqatgina bitta dona universitet bor. Uni ham Koreyskiy Puchon universitetining filiali ochilgan bizda O'zbekistonda. Ana o'sha yerda nutritsiologiya, dietologiya fakulteti bor. Men bilgan nutritsiologiya, dietologiya ofitsialniy kiritilgan faqat shu. Yaqinda o'sha yerga borib, как раз seminar o'tkazdim. Men juda ham xursand bo'ldim, chunki juda ham qiziqish studentlarda, umuman bizani eshitayotgan odamlarda qiziqish juda ham yaxshi. Meni juda ham bu ilhomlantirdi-da, yana harakat qilaman ko'proq ilm olib yosh avlodlarga tarqatishga. Instagramda lekin juda ham ko'p ko'raman, dietolog deb o'zini reklama qilayotgan, marafonlar sotilyapti. Menimcha bu bitta katta biznesga ham aylanib qolgan shu soha. Lekin menimcha hammaligi ham dietolog, nutritsiolog o'qimagan bo'lsa kerak deb podozreniyalar bor. Bilmadim, nima deysiz shu haqida? Menimcha juda to'g'ri fikrlayapsiz hozir, chunki hozirgi zamonda juda ham ko'p nutritsiologman deyshadi, lekin bazaviy nutritsiologiya to'g'risida bilimlari yo'q. Hozir juda ham onlayn maktablar ochilib ketgan. Uni 2-3 oy o'qib, qanaqadir diplom sotib olishadi, o'zini nutritsiologman deb tanishyapti. Bu narsani ham juda ham tekshirib, o'sha odamga ishonib, ishonch hosil qilgandan keyin murojaat qilish kerak. Ko'pincha emas, umuman nutritsiologiya, dietologiyada meditsina bilan chambarchas bog'liq narsa. То есть fiziologiya, anatomiya, fiziologiya, bioximический proseslarni nutritsiolog, dietologlar ham bilish kerak bu narsani. Men bilgan bu hozir mana preventivna meditsina deymiz. Yaqin meni dugonam ochgan onlayn shkola bor. OM degan, ularning sertifikati juda ham ishonarli. Kim o'qigisi kelayotgan bo'lsa, faqat Nadira Akilova olib kirgan buni. Faqat ularni men rekomendatsiya qila olaman. Mana shu Puchon universitetidagi nutritsiologiya, dietologiya fakultetini. Biznesga aylanib ketgan deganingiz ham juda ham to'g'ri, chunki har xil
kurslarni sotishadi, ozish. Bizani ommamizda mana shu semizlik juda ham tarqalgan, hamma hozirgi zamonda tez ozgisi keladi. O'shanga mana shu nutritsiologlar o'zini qanaqadir kurslarini sotadi, lekin u kurslari meditsina tarafdan juda ham noto'g'ri tuzilgan kurslar bo'lib chiqyapti. Chunki ularni nimalarida o'tirib, marafonlarida o'tirib, tez ozib, yonimga kelishayotgan bemorlar ham bor. Bularni noto'g'ri olib borilgan noto'g'ri ovqatlanish natijasida juda ham kuchli zararli kelib chiqyapti, zararli holatlar kelib chiqyapti. Gastritlar, jigarga bo'lgan, mikrobiomga bo'lgan noqulayliklar juda ham ko'p. O'shanga menimcha shu o'zim ko'rganman. O'zim ham reelslarni reelslar juda ham ko'p chiqib keladi menda. Hayron qolaman. Bittasini bunda agar nima qilsak, yaqinda ko'rdim, ertalab nonushtasi achchiq qora kofe bilan yagdalardan iborat. Misol uchun malina yoki golubika yoki fizalis va achchiq qora kofe. Bu juda ham noto'g'ri tanlov. Agar ular nutritsiolog, dietologlar ular bilishmaydi, qaysi inson bu nimani sotyapti. To есть individual yondosh bo'lish kerak har bitta bemorga, har bitta odamga. Agar o'sha bemorni semiz odamni kislotnosti nima bo'lib, noto'g'ri ishlab baland bo'ladigan bo'lsa, plus kofe ichsa, u kislotnosti yana ham oshirib yuboradi. Oshqozonda gastritlar kelib chiqadi, yazvalar kelib chiqadi. Undan tashqari zastoy jelchi deymiz, o't qopimizda qattiq dimlanishlar natijasi kelib chiqadi. Chunki ertalab biz turganimizdan keyin birinchi bo'lib nonushta qilishimiz kerak. Yog'li, moddali narsalar yeyishimiz kerak, чтобы mana shu porsiya jelchi 12 barmoqli ichagimizga porsiyada chiqib boradi. O'sha yog'larni emulgatsiya qilib, sekingina hazm qilib yuborish uchun. Bu marafonni juda ham noto'g'ri. Keyin kofega keladigan bo'lsak, kofeni ham ikki xil turdagi bemor odamlarga mumkin. Misol uchun, men juda ham kofe yaxshi ko'raman, juda ham zo'r napitka, juda ham antioksidantli, juda foydali xususiyatlari ko'p. Lekin boshqa odamlarda misol uchun aytadiki, Shuhratni deydi, men bitta kofe ichsam titrab ketaman, mazam qochadi, lekin kofeni yaxshi ko'raman deydi. Lekin ichayotgan paytimda shunaqa hislar bo'ladi. Nima qilay? Unaqa odamlarda mana detoksikatsionniy organ, то есть jigari detoksikatsion funksiyasi narushin, то есть buzilgan bo'ladi. Ularga kofe ichish mumkin emas. То есть birinchi, ikkinchi faza detoksikatsiya pecheni bor, ana o'sha fazalarni to'g'irlab olib, u yillar, oylar davomida kechadigan proses. Undan keyin kofe ichsa bo'ladi, misol uchun. Bular представляете, qanaqa ertalabdan shu narsalarga ahamiyat bermasdan hamma bemorlarga shu kursini sotib, shu kofeni berishadi, misol uchun. Sizda kurs bormi? Yo'q, men kurslar sotish, qanaqadir bunaqa sog'liqqa taalluqli kurslar sotish, to'g'risini aytsam, Instagramda men qarshiman. Mumkin, конечно, bu individualniy yondoshish kerak. Misol uchun, mana shu dietologlar ham yaxshi, gрамотный vrach-dietolog individual yondashadi baribirga. O'shanga men kurslarni bunaqa sotish va sotib olishligiga sal qarshiroqman. O'shanga tekshirib, yaxshilab, puxta o'ylab keyin qilish kerak bu narsalarni. Tak, endi qarang, bahor keldi. Ko'pchilik bahor, shu yoz fasllariga kelib, ozish xohishida yurishadi, ayollar, erkaklar. Nima bilan boshlashsin shu protsessni? Jarayonni qanday tavsiya berasiz? Rus tilida aytganimizda men ko'p bemorlarimga shu narsadan boshlayman konsultatsiyalarimni. Zolotoy tabletki нет deyishadi. То есть qanaqadir bir oltin tabletka yo'q. Hamma narsada supermarketda choy, mehnat bo'lish kerak. Choy bo'ladimi, qanaqadir bad bo'ladimi, qanaqadir tabletka bo'ladimi? Unaqa narsa yo'q. To'g'ri ozish, to'g'ri vazn tashlashda, misol uchun 40 yoshgacha shu bemor ortiqcha vazn yig'ib oldimi, uni 1-2 oyda vazn tashlashi juda noto'g'ri. Buni asta sekin qilish kerak. Sekin-sekin yog'larni yig'ib oldimi, o'sha sekin-sekin, хотя бы yarim yil davomida asta sekin tashlash kerak. Bu здоровое похудение deymiz. Agar tez tashlashi ham hozir juda ko'p sposoblar bor. Mana hozir ana peptidlar chiqib ketgan, Ozempic, semaglutid, Mounjaro degan preparatlar, ular hozir mana preparat нового поколения deymiz. O'shalarni qo'llab ozib olishyapti, juda ham tez. Lekin buni nojo'ya ta'sirlari juda ko'p. Chunki u faqatgina sizni jirovoy sloyingiz emas, faqat mышцаlarni ham yo'q qilib yuboradi. То есть oqsillarimizni yeb yuboradi. Bu juda ham noto'g'ri.
Tak, mana bu lapshani bitta xususiyati bor. Mana shunaqa chiroyli upakovkada qilingan bo'ladi. Bitta mana shu o'ram har bitta odamga mo'ljallangan. To есть bitta porsiya. Mana shuni hozir biz sizlar bilan 3 ta porsiya lapshani pishiramiz. 10 minut qaynatib olamiz. Tuzli suvda. Marinovkaga nima qilyapmiz shunaqa qilib? Marinovkada atigi 3 ta mahsulot solamiz. Mana shu Chesnokda, chesnok aytganimdek, 1 choy qoshiq. Juda ham nima uchun chesnok, во-первых, foydali xususiyatlari juda ham ko'p. Keyin ahamiyat bergan bo'lsanglar, tovuqni spetsifik hidi bo'lishi mumkin. O'sha spetsifik hidini mana shu единственный bitta mahsulot mana shu chesnok oladi sразу. Keyin undan tashqari kraxmal, kukuruzniy kraxmal обязательно qo'shiladi. Birinchi marta ko'rishim. Da juda ham ajoyib lifehack desak bo'ladi. Kukuruzniy kraxmal shu tovuq ichidagi suvlarni tashqariga chiqib ketmasligiga yordam beradi. Sochni kuritsa bo'lib pishadi. Qurib ketmaydi tovuqimiz. И keyin bo'ldi, keyin tuz solamiz ozgina, по вкусу. И keyin marinovka qilamiz bo'ldi. Bu yerga boshqa hech narsa kerak emas. Marinovka qilib yaxshilab aralashtirib bo'lganimizdan keyin qovurishni boshlaymiz. Qovurganimizda ham maksimum 10 minut qovuramiz, tovuqimiz tayyor bo'ladi. Marinovka necha minut? Marinovka bo'lishi shart emas. Bo'ldi, bu tayyor. Yaxshilab aralashtirib olsak, kraxmal zo'r rostdan aralashib olsa bo'ladi. Tez tayyor bo'ladigan ovqat ekan. Juda ham tez. Yana bitta katta, yana bitta lifehack aytsam bo'ladi. Ovqat qilayotganingizda albatta go'shtinglar xona haroratidagi bo'ladigan bo'lsa, juda ham tez pishadi. O'shanga ertalabdan xozaykalarimiz xolodilnikdan go'shtini olib razmorozka qilib qo'yishsa, juda ham bu zo'r narsa. Tez tayyor bo'ladi. Tak, birinchi bo'lib mana shu ghi yog'imizni sovib olamiz. Yumshoqqina ekan. Agar xolodilnikka qo'ysangiz qotadi, lekin o'zi yumshoqqina. O'zi xolodilnikka stolовый ложка solamiz. Ha, xolodilnikka to'shagan yaxshi. Men hozir просто men olib qo'yganim uchun yumshoq qoldi. Juda ham foydali yog'. Ozgina eritib olganimizdan keyin qovurishni boshlaymiz. Qizib ketdi уже, да, bo'ldi, tashlaymiz. Manchi ba'zi paytlarda слишком qizib qolsa, выключаю, to'g'ri qilyapmanmi? To'g'ri, o'zi qizitib yuborish kerak emas yog'i. Ahamiyat bergan bo'lsanglar, qizib ketgan bo'lsa ham unaqa qattiq ovozga ega emas bu yog'. Juda ham bir xususiyatlari hammasi to'g'ri keladi. Komfort bilan ovqat qilish uchun. Keyin qiladigan vazifamiz sразу krishkasini yopamiz. Voy, krishkamizni yopgan paytimizda ichidagi mana shu suyuqliklar, go'sht ichidagi hamma suyuqliklar chiqib ketmaslik, ichida saqlanib qolish, o'sha suyuqlikni o'zida pishish ehtimoli juda ham baland. O'shanga suv solmasdan turib, o'zini suyuqligida o'zi pishadigan ovqat. Qanaqadir varyonli vkus bo'lmaydimi? Xuddi sho'rvadan chiqqan bo'lib ketmaydimi? Yo'q, juda ham ajoyib vkus bo'ladi. Unaqa vkusli bo'lmaydi. Ortiqcha vkusli bo'lmaydi. Tuz sразу qo'ydingiz. Da, tuzni marinovkasiga soldik. Boshida tuz qo'shilsa, жесткий bo'ladi deydi. Da, u ham tuz suvni tortib olish xususiyatiga ega narsa. O'shanga biz bu yerda hozir kraxmal o'shanga soldikki, чтобы tuz ham, kraxmal ham o'zini ishini qilsin. И kraxmal задерживать qiladi suvni. A tuz bizga yaxshi ta'm beradi. Ora-orada krishkasini ochib, almashtirib, aralashtirib turishimiz kerak. Rostdan ham qovuryapti. Ko'rdingizmi, suv chiqqani yo'q, suv hammasi kuritsani ichida o'zida qoladi. Zo'r. Ajratib qo'yishimiz kerak, bir-biriga yopishib qolish ehtimoli baland. Garnir qilamiz. Bu ovushlardan garnir qilamiz. Buni birinchi bo'lib chesnok shundoq yoqqa tashlab olamiz. Shunda ta'mi juda ham yaxshi ochiladi. Keyin olib qo'ymaysiz. Yo'q, bo'ldi. 2-3 minut hamma narsani ketma-ket qovuramiz. Bo'ldi. Garnirimiz tayyor bo'ladi. Keyin piyoz, chesnok va bolgarskiy bo'ldi. Da, bu yerda qanaqa sizga yoqadigan mahsulotlar bo'lsa, brokoli, gulkaram va hokazo qanaqa ovushlar bo'lsa, hammasidan garnir qilsa bo'ladi. Lekin bularni tayyorlanish vaqti juda ham tez.
Biz shunga e'tibor berishimiz kerakki, juda ham qattiq pishib qovurilib ketmasligi kerak. Asta-sekin termichniy обработка qilamiz и al dente degan Общий 3-4 minutmi? Общий 3-4 minut qovurib olamiz. Hozir kirishgan tagida. Qovurib keyin damlanadi-da. Da. Ta'miga qarab tuz solishimiz mumkin, qanaqadir spetsiyalar solish mumkin. Men bugun solmayman chunki mahsulotlarning o'zini ta'mi chiqishini men juda ham yaxshi ko'raman. O'shanga men hech narsa solmayman. Olov qanaqa? Olovi sredniy olovda 3-4 minut qovurib dimlab olamiz. Keyin orada ovqatimizni ham ochib aralashtirib turamiz. Bu tovug'imizga ozgina soya sovarsak ham juda ham bir zo'r ta'm beradi. Lekin soya mahsuloti ham men uchun sal foydadan tashqari, foydali emas, nima desam ekan, zarari ko'proq bo'lgan mahsulot bo'lgani uchun soyani kamroq ishlataman. Soyada juda ham ko'p tuzlar bor va sifatli soya bizani bozorimizda topish juda ham qiyin. O'shanga fermentatsiya bo'lgan soya bo'lsa, uni biz bilmaymiz, qaysi производитель fermentatsiya bilan qiladi, qaysi производитель путем брожения deymiz, bijg'ish menimcha bo'ladi o'zbekchalar. O'sha именно fermentatsiya asosida bo'lgan soya bo'lsa juda ham zo'r. Lekin bijg'ish asosida bo'lgan soya bo'lsa tavsiya qilmayman. Tovug'imiz tayyor bo'lgungacha 15 minut vaqtimiz bor. Biz siz bilan tezgina foydali kletchatkaga boy, mikroelementlarga boy salat tayyorlashimiz mumkin. Uning uchun bizga mana uyimda bor narsalar, bu mana shpinat. Bozorda ham juda ham ko'p. Keyin mana shpinatni ham просто сразу yuvilgan tayyor. Уже yuvilgan tayyor. Mana sizga yordam beraman. Qanaqa shunaqa kesaman. Da, kukuruzani shunaqa kessangiz, uni yeyishga ham qulay bo'ladi. Ana, Appetitni bo'ladi, ana u menga ishtahali bo'ladi. Hech narsa qilmaydi, sipsi. Chiroyli qilib olamiz keyin. Hech narsa qilmaydi. Birinchi bo'lib mana shpinatimizni qo'yib olamiz. То есть etaj quramiz. Keyin karamimizni olamiz. Karamimizni полностью mana shu terkada qilaman. Bu terka hamma yoqda bor. Mana nima desam ekan, хозяйственный magazinlar deymiz. Xozmaklarda juda ham ko'p har xil variantlari bor. Просто mana shunaqa qilib, chiroyli qilib ishimizni tezlashtirib beradigan bir apparat desa ham bo'ladi. Ayollarga oshxonada katta bir yordam beradigan apparat. Erkaklarga yordam bermaydimi? Erkaklar ovqat qilishni yaxshi ko'rsa, agar ularga ham yordam berish mumkin. Ular uncha ovqat qilishni yaxshi ko'rishmaydi. Ana bolalar, sizga ham terka kerak bo'lib qoladi. Ular faqat choyxonada o'rtoqlariga ovqat qilishni yaxshi ko'rishadi. Tak, pekinskaya kapustani kesish bo'yicha layfhak ko'rsataman. Men bularni уже kesib qo'yganman, ko'rayotgan bo'lsanglar. Mana bitta maminisida kesmaganman, sizlarga ko'rsatib beraman. Qaranglar, olamiz shuni. Mana bu qismlarni olib tashlaymiz. Именно salatimiz chiroyli chiqishi uchun eng sochniy joyini qoldiramiz sizlar bilan. Demak, faqat o'rta joyi ishlatiladi. O'rta joyini qoldiramiz. Boshqa joylarni ham ishlatsa bo'ladi, lekin biz siz bilan hozir chiroyli salat qilmoqchimiz. O'shanga restoranovskiy podacha bo'lish uchun bir chiroyli kesish qilish kerak, narezka deymiz. Mana shu qismini bundoq qilib kesib olamiz. Sochniy joylari ochiladi. Sochniy joylari ochiladi va chiroyli ko'rinishda bo'ladi. Zo'r layfhak. Buni nima qilay endi? Tag'in buni hozir buni ustidan yo'q, bo'lmaydi, ikkiga bo'lib tashlasangiz bo'ladi, 2-3 ga. Endi biz sizlar bilan pomidor to'g'rab olamiz. Pomidorni men bu nimasini olib tashlab, polukruгim farqi yo'q. Dumaloq bo'ladimi, to'rtburchak bo'ladimi? Rus tilida aytganda произвольно kesamiz. Qancha ko'p ranglar uyg'unlashsa mana shu salatda, shuncha foydali taraflari ham ko'p bo'ladi. Shu narsaga e'tibor berish kerak. Qancha ko'p ranglar bo'lsa, salatda shuncha foydali xususiyatlar ko'proq bo'ladi. O'shanga harakat qilinglar, har xil rangdagi
mahsulotlarni salatimizga ishlash. Ana bu ham life hack, Da. Nafisaxon, o'zingiz ham food blogerlarni ko'rasizmi? Ko'rsangiz kimni ko'rasiz? Juda ham qiyin savol bu. Hozir mana o'ylab ko'rsam, unaqa food blogerlarni ko'rmas ekanman. Chunki birinchidan Instagramda ortiqcha vaqt kimdir ko'rish juda ko'p vaqt oladi. Instagramda kam o'tiraman. Faqatgina Instagramga shu videolarni qo'yish uchun kirishim mumkin, lekin hozir bergan savolingizga javob bera olmayman. Bo'lardi oldin rossiyskiy bitta-ikkita food blogerlar men uchun shu estetik jihatdan ishlatayotgan mahsulotlardan hozir nimagadir Erkaklar tayyorlaydigan juda ham chiroyli rus tilida ham bor. Ramzi Gardon degan bitta chef povur bor. Ana o'sha chef hamma menimcha yaxshi ko'rsa kerak. O'sha devralniy chef. Uni ko'rib turardim oldin. Hozirgi zamonda hozir to'g'risini aytsam, men boshqordani endi tayyorlashni o'rganayotganda shu YouTube'da topganman bitta food bloger ayol. Shuncha marta ko'rganman-da, o'sha hozir ham moshxo'rda pishirayotganda o'shani ovozi esimga tushadi. Bundan keyin nimani solasizlar? Morkovka nima dedi? Sabzini solamiz deb chiroyli aytadilar. Sabzini solgandan keyin buni solamiz. Guruch vaqtli rosolmaylar. Вот у меня прям в голове ее голос. Shu men ko'rmagan ekanman shunaqa. YouTube'da ham, Instagramda ham. YouTube'da rosa ko'plik retseptlar. Видимо, o'zimni sevuvchi mashg'ulotim shu bo'lgani uchun o'zimni miyamdan kelib chiqadi qanaqadir. Meni motivatsiya beradigan ko'pincha chiroyli va ovqatlar qilish restoranlardan olaman yoki sayohatlardan. Mana biz ko'pincha xo'jayinim bilan qatliqdir borganimizda shu restoran, sayohatlarda yangi qanaqadir bir mahsulot yeb ko'rsam, yangi qanaqadir podacha ko'rsam, o'sha meni ilhomlantiradi. Men uyga kelib o'zim qilgim keladi. To'ppa-to'g'ri. Endi keyingi mahsulotimiz bu yerda bodring. Mana bodringni ham xuddi shunaqa slice deymiz. Mana shu cho'richka juda ham menga katta yordam beradi. Mana shu ikkita, uchta odamni bemalol qornini to'ydiradigan salat. Количество. Chiroyli juda ham. Va chiroyli, to'ppa-to'g'ri chiroyliligi bu juda ham muhim. Tak, endi joylashtirib olamiz. Ko'rasiz, qanaqa chiroyli sочетание цветов deymiz. Ranglar uyg'unlashuvi deyiladi. O'zbekchalar chiroyli aytganda juda ham chiroyli salat chiqadi. Vishnisini hozir chopib qo'yamiz. Tak, keyin endi qiladigan ishimiz bu mana olivkovoye maslo. Olivkovoye masloni ham juda ham tanlashda e'tibor berishimiz kerak. Yaxshi sifatli olivkovoye maslo, olivkovoye yog' tanlashimiz kerak. Buni prям shu na glaz ba'zi yog'larda qora olivkadan qilingan, ba'zilari ko'k olivkadan. Qaysi birini tanlash kerak? Imенно extra virgin deymiz, imенно yashil olivkalardan, svejiy olivkalardan qilingan yog' mana bilib oldim. Foydasi juda ham kuchli. Mana bu yerda bu bilasizlarmi, 1 yil oldingi olgan kunjut yog'i. Bu ham bozorlarda juda ham ko'p. Foydali xususiyatlari ham juda ham ko'p. Kunjut yog'i ta'mi bo'yicha ham juda ham bir nima desam ekan? Ta'mi juda ham qiziq va salatlarga solganingizda ham salatni mazasi, ta'mi juda ham bir boshqacha bo'ladi. O'shanga обязательно ratsionga qo'shishinglarni tavsiya qilgan bo'lardim. Endi qolgan ishimizni mana chiroyli qilib zelenlar bilan shundoq просто так katta qilib chiroyli qilib bezatib qo'yish. Mana mayda qilsanglar bo'ladi. Bu уже sizlarni fantaziyaligi. Lekin ko'p qilinmaydi. Ta'm uchun emas, bezak uchun-da. Ta'm uchun ham qilsa bo'ladi, maydalashtirib, kim yaxshi ko'rsa ko'p. Kim qanaqa? Men uchun hozir bu ko'proq estetik jarayon bo'lyapti ko'proq. Foyda uchun juda ham ko'p bu yerda mahsulotlar. O'shanga zelenni biz hozir bilan именно bezatish podacha deymiz, ishlatamiz. Вот, mana shunaqa qilib men ko'pincha yuvib zelenlarni tayyor qilib suvga solib, ustiga paket o'rab, xolodilnikka qo'yib qo'yaman. O'shanda pastida suv bor. И xolodilnikka обязательно qo'yib qo'ysangiz. Будто qaranglar, bu gul vazadagi guldek. Juda уже yuvilgan bu tayyor. Nima desam ekan? Bunaqa saqlash nimasi yaxshi? Uzoq vaqt saqlanadi. Kimdir o'rgatganmi yo o'zingiz qatladandir ko'rganman, esimda yo'q qattanligi, shunaqa bir
Life hack bu. Ko'pincha mana Gimalayskaya sol ishlataman. Mana shu ovqatlarda, опять-таки bu ham juda bir ta'mini boshqacha chiqazib beradi. Bu foydali tuz juda ham, naturalniy foydali tuz. O'zbekistonda olasizmi? O'zbekistonda bozorlarda уже hamma joyda bor. Perets, qora garoshek, bu ham salatamizga bir juda chiroyli ta'm beradi. Shunaqa bir chiroyli mana iftorlikka 10 minut bo'lmasdan tayyor bo'ladi salat. Nomi bormi bu salatda? Nafisa Brand. Shunaqa ham bo'ladi. NFZ deb qo'ysa ham bo'ladi. NFZ salad. Chef salad. Shu. Zo'r, ovqatlar ham tayyor. Ovqatlar tayyor. Endi iftorlikka tortiladigan stolimizga tortsak bo'ladi. Bu salatimizni ham, ovqatimizni ham chiroyli qilib tortamiz. Lekin men ham shuni payqadim. Ну, я не врач, не вижу процесс, nima uchun bo'layotganini, lekin Azimpikda o'tirayotgan qizlardan ko'ryapman, qariroq ko'rinib boshlashadi. 1-2 yil Azimpik nima qo'llanadi. Chunki juda ham tez vazn tashlashadi. Vazn tashlayotgan paytida Azimpik nima qiladi? Mana shu sentr golidan blokировать qiladi. То есть mana shu qorin ochish javob beradigan sentri bloklaydi. Ovqat yegiz kelmaydi. Ovqat yegiz kelmagandan keyin sekin-sekin o'zingiz organizmingizga yog'lar, oqsillar, hamma narsani ishlatish boshlaydi organizm. Eng sog'lom ozish bu ovqatlanish bilan, to'g'ri ovqatlanish bilan bog'liq ozish. Chunki bizda defitsitli bo'lish kerak emas. Azempiklar bilan, mana bu har xil dori vositalar bilan kechayotgan nimalar, ozish bu defitsitlar bilan ketadi. Vitaminlar ketadi, oqsillar ketadi, hamma nutrientlar organizmdan yuvilishi boshlaydi. Nima deydi? Ko'stlar. Suyaklarimizdagi kalsiylar, yemirilish nimalari hammasi kelib chiqadi. O'shanga даже mana shu Azempikdagi ozayotgan bemorlarni ham gрамотно olib borish kerak. Обязательно o'sha endokrinolog qanaqa ovqatlanish kerak, nimalar yeyish kerak, nimalarga e'tibor berish kerak. Даже если o'sha Azempikka qilayotgan bo'lsa ham, uni ham показаниялari bor. Bir xil bemorligi bu saxirnikligi juda ham kerakli preparat, juda ham qattiq yordam beradi. Lekin uni ham to'g'ri olib borish kerak o'sha bemorlarni. Nafisaxon, sog'liqni va go'zallikni saqlash uchun shu ovqatlanishdan boshqa qanaqadir tavsiyalaringiz bormi? Albatta. Ovqatlanish bu eng asosiysi. То есть hali birinchi передачamizni boshida aytganimizdek, строительный material deymiz. Yeyotgan ovqatimizni. Ikkinchisi bu sport, движение. Nima deydi? Движение o'zbekchalab? Harakat. Bu harakat bizani insoniyat вообще yaralganida bizani juda ham harakatchang bir qanaqadir bir jonzot yoki mavjudotmi nima deydi o'zbekchalab jonzot qilib yaratilganmiz. То есть bo'lmagan mana bunaqa uylar bo'lmagan, tam bizga удобстволар bo'lmagan, shu daraxtga chiqib olma uzib nima qilganmiz. То есть kimdir yugurib o'ldirib evolyutsiyaga qarasak, juda ham подвижный bir mavjudot bo'lganmiz. Bu bejiz emas bu hammasi. Bizani kletkamizda mitoxondriya degan bir elementlar bor, включениялар energiyaga javob beradi. Mana shu mitoxondriyalar agar biz mana shunaqa o'tiraveradigan bo'lib, gipodinamichniy obraz жизни agar olib borsak, mana shu mitoxondriyalarimiz ham ishlamay qoladi, semirishni boshlaymiz. Опять-таки rezistentniy degan so'z bor, shu rezistentlik bo'lib qoladi. O'shanga sport, harakat, qattiq harakat bo'lsa qidirishimiz kerak. Hozirgi zamonda faqat gipodinamiyada yashaymiz biz. Ishda ham o'tiramiz kompyuter oldida, uyga kelib ham telefon kovlab aylantirib o'tiramiz. То есть harakatchanligimiz juda ham kam. Qachon harakatchanlik yaxshi bo'lsa, me'yorda bo'lsa, zo'r bo'lsa, o'shanda sizni ko'rinishingiz zo'r bo'ladi. Ko'pchilik aytishadi, qizlar особенно men baribir uyda o'tirib harakatlanaman, ovqat qilaman, yo'q, bu harakatga kirmaydi.
kirmaydimi? Bu Sport harakatga o'rniga? kirmaydi. Yo'q, men sizlarga hozir tushuntirib beraman nima uchun harakat deymiz. Bizani agar с медицинской точки зрения gapiradigan bo'lsak, organizmimizda ikkita suyuqlik bor, asosiy qon. Bu tepadan yuragimizda motorchik bor. Qon shunda tepadan pastga oziqli moddalar, vitaminlarni joy-joyiga yetkazadi, kislorodlarni. И еще ikkinchi suyuqlik bor, ko'plar bilishmaydi, с медицинской точки зрения limfa degan suyuqlik bor. Limfa bu прозрачный такой rangi yo'q suyuqlik, pastdan tepaga oqadi. То есть kletkalarimizdagi, tkanlarimizdagi qoldiq mahsulotlarni, toksinlarni olib chiqib ketadigan suyuqlik. U suyuqlik pastdan tepaga oqadi. Uni motorchiki yo'q. Mana qon tomirlarining motorchiki bor, qonni yurg'izadigan. Limfani motorchiki yo'q. Limfani motorchiki bizani движенияларimiz. Qancha bizani kletkalarimiz sakrashatsiya qilsa, mishsalarimiz shuncha limfa tez yurib, tez limfa tuglardan tozalanib, jigarga borib tozalanishi boshlaydi. Bu просто так yurish emas, просто так sipirish emas. То есть mana shu limfa tuglari ko'p joylashgan joylarimiz hamma yog'i qimillash kerak. То есть даже bizani agar nima desam ekan, harakat qilayotganimizda baribir hamma yog'imiz ishlamaydi. O'shanga sport deb bekorga yetishmaydi. O'sha первобытный общинный stroy bo'lgan paytida aytayman-ku, daraxtlarga chiqib, u qilib bolalarimizni boqib, bir narsalarni kovlab, bu yoqqa narsa tashib, o'zimiz qurganmiz, o'zimiz qo'limiz bilan mehnat qilganmiz. Hozir biz uchun mehnat kim qiladi? Kompyuter qiladi, kir mashina qiladi, посудомоечный mashina qiladi. Даже sipirmaymiz ham, chunki уже hamma yoqda daraxtlar ham qolmayapti, to'g'risini aytsam. Вот, o'shanga mana shu aktivlikni yaxshilashimiz kerak. Shu. Nafisaxon, bizning bitta traditsiyamiz bor. Bizda chiqayotgan giroyinalar, ba'zi paytlarda giroylar ham bo'ladi. Keyingi ko'rsatuvga kelgan giroy-giroyinaga savol beradi. Shunaqa qilib, men sizga hozir Hilola Mo'minova bergan savolni qo'yaman. Sizdan javobni kutaman va keyingi bo'lgan mehmonimizga savol sizdan. Aziz tomoshabinlar, Hilola bilan videoni ko'rmagan bo'lsanglar, ссылка qoldiramiz. Albatta ko'ringlar. Hilolaxon Amerikada turadilar. Ular businesswoman, HR va psixologlar. Demak, savollarga o'tamiz. O'zi sizni ko'rsatuvingiz yoqadi, mehmonlaringiz juda qiziq va keyingi mehmoningizga unda savolim shunaqa: O'zbekistonning o'smirlari o'z kelajagini qanday ko'radi? Bu bir ish. Juda ham qiziq savol bu. Menimcha, bilasizmi, hozirgi zamonda bizani ota-onalarni bir больной temamiz desa ham bo'ladi. O'zbekchalar nima deydi? Og'riqli, juda ham bir og'riqli tema, chunki farzandlarimiz bizani kelajagini boshqa joyda ko'ryapti. O'zimizni O'zbekistonda emas. Misol uchun, meni atrofimdagi yoshlar, poдросткlar kelajagini boshqa bir davlatlarda, rivojlanayotgan davlatlarda ko'ryaptiki, perspektivamiz o'sha yerda bor deb o'ylashyapti. Bu menimcha juda ham bir og'riqli narsa, chunki xohlardimki bizani o'zimizni nima deydi? Yoshlar zo'r spetsialist bo'lib, o'zidan ko'payib, mana shu yerda O'zbekistonimizni rivojlantirishni juda ham xohlardim. Shuning uchun bir javobim yo'q, lekin men xohlardimki shu yoshlarni mana shu yerda, mana shu o'zimiz O'zbekistonda rag'batlantirishni kuchaytirishimiz kerak. Mana shu motivatsiya oshirishni, bilim berish darajasini oshirishimiz kerak. Men misol uchun o'zim to'g'risida gapiraman. Men dars berayotgan paytimda juda ham qattiq harakat qilaman shu narsaga. Shu meni yonimga kelayotgan studentlar mendan maksimal darajada bilim olib ketishsin. Keyin kelayotganda darsimga с удовольствием, nima deydi? Maza qilib, xohish bilan kelishni xohlagan qilib dars berishni xohlayman. Agar mana shunaqa yosh spetsialistlarimiz shunaqa qarashsa, har bittasi o'zi qilayotgan mehnatiga, o'zi berayotgan darsini yaxshi, mukammal darajada bersa, menimcha bizning yoshlarimiz ham o'zimizda qolib, mana shu gullatib yashagisi kelardi
deb o'ylayman. Umidim shunaqa, xudo xohlasa. Ona sifatida butunlik Ona gapingizga sifatida. qo'shilaman. Meni ham ikkita o'g'lim bor va juda ham xohlar edim O'zbekistonda yashab qolib va shu bizani o'zimizni vatanimizga foydasi tegsa To'ppa-to'g'ri. va o'zini vkladini, hissasini qo'shsa. To'ppa-to'g'ri. Nafisaxon, endi esa sizdan savol. Keyingi keladigan mehmonimizga Nafisaxon Shuhratovnadan savol. Bir kun podkastini keyingi mehmoniga savolim. Menimcha juda qiziqarli savol. O'zim ham javob bergim keladi shu savolga. Menga berishganda xudo o'lsin javob berardim. 10 yildan keyin o'zingizni kim deb ko'rasiz? Qanday inson deb ko'rasiz? Va qanaqa yutuqlarga erishgan inson deb ko'rasiz o'zingizni? Katta rahmat. Albatta savolingizni qo'yamiz. Kim bo'lishidan qat'iy nazar.